Enerji hayotda men sizlarga 132 kvadratli shunaqangi bir go'zal eksklyuziv xonadonni obzor qilib ko'rsataman. Assalomu alaykum azizlar. Oshxona bilan zal studiyniy formatda qilingan, juda ham katta qilingan 3 ta xonadan iborat va 2 ta sanuzeli bor do'stlar. Nimaga buncha katta kvadratga 3 xona qilib qo'ygan desangiz, bilasiz, enerji kompleks juda ham yaxshi kompleks hisoblanadi va yana bir tomoni hovlidan chiqasiz, yosh oilalar hovlidan chiqib kichkina kvartira yoqmaydi. Shuning uchun prostorni keng xohlashadi. Ularga aynan bu kvartira yoqadi. Shunaqangi kvartira qarovga yaqinlab tarqatib qo'yinglar, xo'pmi? Va bitta like bosib qo'ying. Posudomoykamiz, xolodilnigimiz, ko'rasizlar, oshxonamiz juda ham katta prostorniy qilingan. Arinchirimiz 5 qozon bo'ladi. 5 qozon bilmagan odam bo'lmasa kerak. Qarayman, bitta ham bu yerda yengil zavtriklar qilib ketsangiz bo'ladi. Balkonimiz bor. Hovlimiz juda ham chiroyli, yashil maydonlari bor. Kompaktni qurilgan bu hayot, bilasiz. Mana bu joylar mehki zona o'tiradigan bu yerda original televizorimiz 65 talik Samsung turibdi. Bu yoqda esa 6 talik o'tiradigan zona bor. Uyimizda skvoznoy, etaji esa zolotoy 2-etajda joylashgan. Kirish podyezdlarimiz shunaqangi biznes klass qilingan, shunaqangi atmosferasi zo'r azizlar. Ranglarga ham e'tibor bersangiz, juda ham zo'r ranglar tanlangan. Kirishimiz mana shu joydan boshlanadi va stroyni shkaflar qilingan. Mana bu chap tomonimizda endi bu yog'ini ko'rishingiz mumkin. Koridorni ko'rasizlar, juda ham katta, patologimiz ham baland. Endi mana bu eshiklar menimcha Dubayga borganingizda villalarda mana shunaqangi katta, prostorni, dahshat eshiklar bo'ladi. Xuddi o'sha eshiklardan bu joyga qo'yib qo'yishgan va bu yoqda esa общий sanuzilimiz joylashgan. Sterelkadan shu joyga joylab qo'yganmiz. Mumtozlar bilan kafillar ham ispanskiy kafillar qilinganlar. Endi eshigimiz o'zi alohida bir tema. Endi bu detskiy xonani bitta ko'rib olaylik. Kattaligini ko'ryapsizlar. Bu joyga 5 ta bola ham siqadi, to'g'risini aytsa. 2 ta katta karavot qilingan, bemalol farzandlaringiz yotib, mana bu joy darslarni qilib, bu yoqda esa shu o'zi kerakli o'yinlarni qilib, mana bitta ko'rib olaylik mana. Hovlimizni ham ko'ring, juda ham kompaktni qilingan, detskiy plashatkalari ham yumshoqqina qilingan. Bolangiz har xil vaziyat bo'ladi, yiqilganda ham yumshoqqina, hech qayta mayib bo'lmaydi azizlar. Xo'p, endi keling, bu yerda ham original 50 talik televizor qo'yilgan Samsung. Endi bu yerda stroyni shkaflar, ranglarni ko'ring. Ranglarini qarang, zo'rligini. Ko'z charchamaydi. Bu yoqda esa master spannimiz joylashgan. Master spanni ham bitta ko'rib olamiz. Qarang, ranglarini. Madotda juda ham chiroyli qilingan, ranglar zo'r tanlangan ekan. Qarang, shkaflar полностью, mehki zonamiz, konditsionerlar hammasi media qilingan. Bu yoqda esa mana katta balkonimiz ham bor. 2 ta balkon, skvoznoy kvartira, to'g'rimizda mana telebashni ham kechqurun maza qilib tomosha qilsangiz bo'ladi. Lokatsiya juda ham zo'r joyda joylashgan, hamma tomonlama udobniy va to'g'rimizda xiyobon bor do'stlar. Xotira maydoni bor, bilasiz, juda ham yashillik ko'p o'tda maza qilib dam olsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi sanuzilimiz bo'ladi. 132 kvadrat, 3 xona, 2 ta sanuzildan iborat, 2-etaj enerji hayotda joylashgan azizlar. Uyimizda narxi keladigan bo'lsak 285 ming so'rovimiz. Agar sizda tayyor bo'lsa, zo'r narxga kelishtirib berib yuboramiz. Shunday kvartira qarovga yaqinlarga tarqatib qo'yib, like bosib qo'ygan qulaying. Dard ko'rmasingiz, ehtiyot qilinglar. Hammalarni yaxshi ko'raman. Ko'rishganda omon bo'linglar. Xayr.